Alo. Alo dede. Qizil og'a, studiyamisan? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mazang yaxshimi? Ha, sizga bitta yangiligim bor edi. Ha? Flexdan finalist bo'lman. O, zo'rga qizim. Barakalla, yasha. Asalxon qizim. Ho. Bu sen aytgan yangilik bilan u hayotimda eng kuchli qo'ng'iroq bo'ldi. Rosa baxtiyor qilding meni. So'zlaringda o'sha hayajon, flex dasturi tayyorgarlik qilganing, seni mehnating, seni kechasida o'qiganing, o'zingni shijoating, irodang, sabr toqang hammasi mujassam bo'lib, shekil o'tsan, flexdan g'olibsan. Молодец qizim, tabriklayman. Juda ham xursand qildim. Bugungi kun tarixda qoladi. O'sha o'qigan maktabing, Ziyo maktabi juda yaxshi bilim berishar ekan. Ularga ham juda ham katta rahmat. Rosa xursand qildim qizim. Amerikada zabt etdingiz, maza qilib. Bayramimizda baland ko'targan. Erkin bo'lib, men senga ishonaman, u yerda ham juda kuchli darajada o'qiysan. Молодец qizim. Barakalla, yaxshi, rosa xursand bo'ldim. Men bilan faxrlanaman. Hech qachon to'xtaman. Faqat olg'a, oldinga. Onang bilan doim seni qo'llab-quvvatlaymiz qizim. Endi chetda o'qish zo'r bu. Chetda. Rahmat dede. Senga keng imkoniyatlar yaratildi. Juda ham katta imkoniyatlar bor. Buni hammasini zaminada o'sha ochilgan maktab, Ziyo maktabi o'qituvchilari, senga ta'lim bergan o'qituvchilar, u yerdagi barchasidan juda minnatdormiz. Yaxshi o'sha joyda o'qiganing. Hattoki sen ana ixtisoslashdan maktabdan ham voz kechib, bu yoqqa kelgandik, shu joyda o'qiyman deb turib. Juda xursand bo'ldim qizim. Senga juda ham katta rahmat. Seni shijoating bu, seni mehnating bu. Seni o'qiganing hammasi o'zing kuching bilan, o'zingni sabr toqating, shijoating, yana qayta aytyapman, hammasiga o'zing erishding. To'xtamagin, faqat oldinga intil faqat. Bilim bilan qo'lga ol qizim Amerikani. Rahmat dede. Rahmat qizil og'am. Kechga borganda boshqacha tatar qilishamiz. Rahmat qo'ng'irog'ing uchun. Xo'p, sizni yaxshi ko'raman. Onamni yaxshi ko'raman. Ona qizim, rosa baxtiyor qilding. Men bilan juda ham faxrlanaman.